9 oy kredit qolibdi. Qiziqarli joyi dehqonni o'zidan akamizdan boshlab turishga bas. Akani o'zini nomida sirazi o'sha onlayn davernis qilib beriladi. Qachon kreditni to'lab bo'lsangiz, uylariga borasiz, sirazi nomingizga o'tkazib beriladi. 2019 yilini 2019 ga 24 yumshoq balon chiroyli sakadiska amerikanka Optra. Chexol polik, kovrik, motor ходовой, korobka ishi yo'q. Injektor propan. Metan ham bor. Ha, injektor metan. Polni 4 teshik shumka bo'lgan ekan. Motor ходовой, korobka ishi yo'q. Olasiz minas. Dehqonni o'zidan aytganda Marg'ilonda mashinasi. 100 tali metani bu zavodskoy metanlidan ekan, ha? Zavodskoy. 300 yuradi bitta zabravka. Gap yo'q. Xo'p, mashinamizda shu orqasida kraskasi bor ekan. Kelisizlar tekshirib olasizlar. Dokument masalalarni o'zlaring kelishib olaverasizlar akamiz bilan. Xo'p, 1.5 motori, gidravlik ABS, konditsioner, zavodskoy gazi, holati yaxshi, yangi akkumulyator qo'yilgan. Narxi ham qiziqarli. Qarang, bu 5 yilga chiqqan, 19 oy kredit qolgan. Shuncha vaqt kreditni to'lab turib, sizga 2500 dollarga uka berib yuboraman deyapti. Zarurat bo'lgani uchun deyapti. Lekin hujjatda muammo yo'q. Xudo xolasa xabar berasiz aka. Xabarlar. Ballonlari ham yangi ekan. Like bosib obuna bo'lamiz.